Assalomu alaykum, yaxshimisizlar do'stlar? Sizlar bilan Mirzohid. Balyariyadan ozgincha avtomobillar bo'yicha video syomka qilmoqchiman do'stlar. Ko'rasizlar, yoqsa like bosinglar do'stlar. Hammalaringizga rahmat. Video syomkalarni boshladik do'stlar. Balyariyadan. Hali ketdik do'stlar. Avtomashinalar do'stlar, ko'ringlar. Mashinalar hamma mashinalardan bor. Bu yerda mashinalarni sotib olishadi. Sotib olishadi deganda qanday nimada desa bo'ladi. Bular bir kunga yoki bir oyga sotib olishib, hujjat bo'yicha olishadi. Bu yerda mana ko'ryapsizlar do'stlar, yangi mashinalar turibdi. Nomerlari endi qo'yilgan. Bu yerda kelishadi, boshqa davlatlardan kelishib o'ziga avtomashina sotib olishadi. Bir kunga, bir oyga shartnoma asosida olishadi. Keyin xohlagan mashinasini olishib, bir oymi, 2 oymi, bir haftami, bir kunga olib, kelib ishlarini bitirib, aylanishib, keyin yana avtomashinani topshirib ketar ekan do'stlar. Endi mana har xil mashinalar bor. Ko'ringlar do'stlar, ko'plarini nomlarini to'g'risi bilolmayman do'stlar. Bu yerda mana ko'ryapsizlar, katta mashinalar ham bor. Bolgariyada mashinalar. Mana bu mashinalar yangi zavoddan kelgancha turibdi. Bular hali sotuvga qo'yilgan yo'q bular. Nomerlari ham yo'q. Bular 2025 masga kelingan bo'lsa, 2026 ga deb qo'yilar ekan bular dokumenti bo'yicha. Dokumentlari shunaqa bo'lar ekan. Chunki bular hali qo'yilgan yo'q. Bulardan kerak-keragini olishar ekanda, o'rniga qo'yib borishaverar ekan. Mana ko'ryapsizlar do'stlar, mashinalarni. Ham bo'lsa shu yerga ishga keldim. Ishlab yuribmiz. Bu yerdan ham ozgina syomka qilib chiqaraydi do'stlar. Keldim, mana ko'ryapsizlar, avtomashinalarni har xil turlaridan bor ekan bu yerda. Mashinalari tomonlarda bunday yangi mashinalar nomerlar qo'yilgan yo'q. Bu qatorlarda mana nomerlar qo'yilgan, hammasidan bor. Ichkarilarda, mana ichkarilarda qaysi kerak bo'lsa, shularni olib ichkariga qo'yilib, kelgan klientlarga bir qator ko'rsatilib, klientlar yoqqan avtomobil mashinasini sotib olishadi do'stlar. Hammalarimiz ko'ringlar. Mana chet eldan kelgan odamlar mana ko'ryapsizlar do'stlar, avtomashinasini olib ketishyapti. Mashinalar ko'p bu yerda. Bu tomonlarga ham o'tib mana hozircha video syomka qilamiz. Bu yerda oldin daraxtzor, o'rmonzor bog'i bo'lgan ekan. Shu yerlarda shu firma ochilgan ekan. Mana do'stlar, ko'ringlar, bular hammasi qilib, bo'lmasa eshikni ham ochib, sizlarni ham video syomka qilardim. Insino iloji yo'q. Bir qator aylantirib video syomka qilib chiqamiz do'stlar. Bu yerda elektromobil bor. Benzinga yuradigan mashinalar bor, propanga yuradigan mashinalar ham bor. Hammasini o'zlari oqlab berishgan, avtomatika bor. Mexanika mashinalar ham bor. Hamma turlarda avtomashinalar bor. Ko'ringlar do'stlar, Topenda Car firmaning nomi. Bu yerda mashinalar arzon. Odamlar
o'zlari sotib olishadi. Bu yerda yashaganlar ancha arzon ekan. Hozir narxlarini to'g'risi bilmayman. Mana mashinalar ham kelyapti. Shu olib ketganlar. Bir kunga, 2 kunga, bir soatga olib ketishadi. Shartnoma bo'yicha. Shular ham kelyapti do'stlar. Mana shu yerda qator orasiga terib qo'yilgan. Mana ko'ringlar. Mana bular ham kelib shartnoma bo'yicha avtomashinasini olib ketishyapti. Bu yerda mana bunaqa mini kichkina avtomashinalar ham bor ekan. Ko'ringlar do'stlar. Ishlarni qiziqqanlarga bo'lsa, ko'ringlar mana. Biz qattiqroq ekan bu mashinalar, uni ham minib ko'rdik. Mana ham mana tepasi ochilar ekan. Mana avtomashina. Mana o'zlaringiz ko'ryapsizlar. Mashinalar ko'p bu yerda. Mana shu oxirigacha mashinalar bor. Ko'ringlar mana do'stlar. Mana urilgan eski mashinalardan mana ko'ryapsizlar. Oldin minilgan bu mashinalar ham bu yangilar chiqmasdan oldin hozir bu yerda shartnoma asosida minilib turgan mashinalarda yili 24-25 bor. 23lar unaqa yo'q ekan. Eski mashinalar mana ko'ryapsizlar. Ko'rishib oladi, yil eskilari mana shu holatda turaveradi. Ichida turadi, keyin metallomga oxiri ketar ekan ular. Mana avtomashinalar yer bilan bitta bo'lyapti. Yil eskilari shuna qilib chiqib ketar ekan bo'lsa, narigi tomonlarda ham avtomobil pachaqlashadi, yil eskilari, minilmaganlarni. Bu yerda metallomga topshirishadi, metallom joylar ekan. Mana ko'ryapsizlar, damlarni ham qo'yib olgan, ashta urilgan, nategan mashinalar. Masjidlarda o'tlar, daraxtlar tagida yotibdi. Tagidan ham mana o'tlar ham chiqib ichlarigacha kirib yotibdi bu yerda. Mana shunday olib kelayotganda eski urilganlarini yoqqa tashlaverar ekan, yana yangi mashinalarni ichkariga olib kirib, yana sotuvga qo'yilaverar ekan. Yili 1 yil bo'lgandan keyin, 1 yil yoki 2 yil bo'lgandan keyin avtomashinalarni bir qator uyga qilib tozalanib, yangidek qilib sotuvga olib chiqib, mana shu bozorlariga qo'yilar ekan. Yana yil yangi zavoddan kelaveradi. 1 yil, 2 yil minalar ekanda, keyin yana sotuvga olib chiqib qo'yishaverar ekan. Mashinalar mana ko'ryapsizlar, bular eskilar. Minilmagan mashinalarni shu tashlab ketishaverar ekan. Bu yerda birov bilan birovni ishi yo'q ekan. Shunday yotaverar ekan, yomg'ir, qorlarda ham. Tagida mana daraxtlar ham o'sib chiqsa ham qolaverar ekan, mana do'stlar ko'ringlar. Mana sal turtilgan xolos. Mana do'stlar ko'ryapsizlar, daraxtlar ham mashinalarning ichidan o'sishni boshlagan. Chunki mashinalar eski. Odamlar bunday ish olmaydigan mashinalarni yangisini olib minishadi, chunki arzon ekan. Yerlarda ham metallonlarga topshirishar ekan do'stlar. Shunaqa do'stlar.
do'stlar, mana ko'ryapsizlar. Aholisi minib yurgan avtomashinalar bular. Shu yerlarda ana sexlar bor. Shu yerlarda ishchilari minib kelgan avtomashinalar bular. O'zimizda devorlarni hali bironta uchratib ko'rganim yo'q. Yar-yarliklarda o'zini avtomashinalari. Mana bu mashinalarni ham tashlab ketishgan. Anchadan beri turadi bu mashinalar. Yerlar mana metallom joylar. Mana biz parkimizga ham o'xshaydigan avtomashinalar ham bor ekan. Orqasida ne boshqacha ekan buni. Mana ko'ringlar do'stlar. Tepa mana metro. Metrodan chiqib tepadan pastga qarab tushib ketadi. Yer ostiga. Mashinalar. Sizlarda ham sotilar ekan avtomashinalar bo'lsa, do'stlar, Telegram nomerimni yozib qo'yaman do'stlar. To'g'riga aloqaga chiqib video syomka qilib rasmlarni tashlasizlar, YouTube kanalimizga joylab boramiz do'stlar. Avtomashinalarni sotmoqchi bo'lsanglar, Telegram guruhimiz ham bor. Telegram guruhiga ham tashlaverasizlar do'stlar, yozib qo'yaman. Telegram guruhimizda ham. Sizlarga qisqacha video qildim do'stlar. Ko'ringlar. Shu yerda ishlab yurgan odamlarning avtomashinasi ko'p. Ularga mashinalar 1-2 oydan beri ham turibdi. Men o'zim kelganimdan beri ko'rib turibman mashinalarni. Kerak bo'lmasa tashlab qolib ketaverar ekan bu yerda mashinalar. Egalari kerak bo'lsa olib ketadi, masalan, turaveradi narigi joyda. Mashinalarni metallom joyi bor ekan. Mana ko'ryapsizlar do'stlar. Bolgariyadamiz do'stlar. Hammaga sog'liklar, salomat bo'linglar do'stlar. Keyingi videolarda shuncha deymiz. Savollar bo'lsa kommentariyaga yozaverasizlar do'stlar. Rahmat hammalarga, sog' bo'linglar.